hattoki polam yo'qda. Bu qummi, Ahmet nima bu? Tuproq. Bu oshxona, ha? Ro'za tutyapsizmi? Nima bilan iftorlik qilyapsiz? O'sha tariga. Ro'tim bilan. Roltin? Ha, ro'tim bilan. Ona gaz yo'qmi? Yo'q, o'tin yo'q. O'tin? Ana. Butun badanimdan chiqdi. Nima yig'layapsiz, ona? Bormag'in jerim ko'myapti-da bo'ladi. Nima yig'laysiz? Jarohat tuzalmayapti. Iye? Jarohat tuzalmayapti. Tuzatish kerakmi shu bolani? Yo'q. Bu ajolni tutib nima qilasizlar? Endi sovuq o'tmasligi uchunmi bu? Mana jigarlar, derazalar ham yo'q. Plyonka urib tashalgan. Shunaqa, xalq shunaqa uylarda yashayapti. Sizlar noshukrlik qilasizlar. Bir yilda bir remont qilishim kerak, bitta mebel olishim kerak deb. Mana eshiklar. Mana g'irchilab yotibdi eshiklar, zupliklari. Zuhrona, bunday qilamiz. Xudo xohlasa, mana shu yaxshi kunlarda Amirjon, ro'za Ramazon oylarida men va'da beraman, mana shu auditoriyamiz, mana shu bizni kuzatib borayotgan podpischiklar sizlarga bir mablag' yig'ib, pul yig'ib, mana shu uyni buzib, xudo xohlasa inshaalloh yaxshi uycha qilib ko'tarib beramiz, ha jigarlar. Mana shu videoni Alloh uchun kengroq tarqating.